Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz chiroyligina premium klass uyimiz, 4 xonali uy JK Parisenda joylashgan. Yakkasaroy rayon, orientir Muqimiy Must. Juda ham fayzli xonadon. Shu ko'rib niyat qilinglar, ilohim chin dildan niyat qilsangiz, Alloh sizga shu ham uy emas, niyat qilgan uyingizdek nasib qiladi inshaalloh. Tak. Kirishimizda bu uyimizda 127 umumiy maydon, unaqa chiroyligina holimiz, bu endi eskicha prixoja deb aytishadi. Unaqa chiroyligina hol. Kirishimiz Parisien juda ham chiroyli uy, o'zi закрытый двор, g'ishli uy, golden house застройщигimiz. Bu yog'ida unaqa zal. Ko'pchilik bu yerda studiya qilishadi. Bu endi alohida zalimiz. Ikkita balkoni bilan, ikkita sanuzellari bilan. Qaranglar, hammasi mebellar turetskiy. Sifatli juda ham, potoloklari baland. Ko'rishingiz mumkin. Endi o'tib ko'rsataman. Mana kengina, kattagina balkon. Bu oshxonaga qo'ysa bo'ladi, stuldan hozir ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Bu bizning dvorimiz. Hech qanaqa mashina ham kirmaydi. Tak, zalimiz mehmonlar kutib, Ramazon ayol kunlarini kutib, mana bu iftorlik, saharlik qilib va o'sha. Tak, bu yog'ida детский bizda. Детский ham keng juda ham. Bu рабочая zona, ikkita stulcha qo'yilgan. Shkaflarni anaqasini, knижный shkaflarni qo'ygan, hech bolalar urushmaydi. Mana joyim deb bu yoqda har bitta detalni shimligi вешалка qilingan. Rubashka вешалка. Bu yog'ida bizda родительский xona emas, как вот гостевой xona yoki ota-onalar uchun endi shundoq kattaroq spalnyamiz. Kimdir подросток katta bo'lsa yoki yosh kattalar bo'lsa, alohida xonalari bu yoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Jacuzzi qo'yilgan vanna. Bu общий sanuzelimiz, umный unitaz, pultli, podogrev, hamma narsa, bidet, hamma narsa bor. Kirib ham o'zi smыв ham qiladi. Mana qaranglar, вообще juda ham chiroyli rakvinalar. Bu hamma texnikalarimiz bo'sh. Remotlar вообще chiroyli qilingan, akkuratni. Bu yoqda родительский xona. O'zini alohida dushovoy qilingan. Dushovoy ham keng, kattagina, unaqa kichkina emas. Bemalol mana joy yetarli. Har xonada regulirovka poli, teplый pollari bor va plus yana teplый poldan radiatorlar bor. Bu ikki tomondan. Ikki tomonga ham детский площадкаga qaraydi. Dvorlarga hech qanaqa yo'l yuzida emas. Mana akkuratni qilingan. Matraslari juda ham zo'r. Ko'rishingiz mumkin, firmaniki. Idealni qilingan. Даже на матрасник ham уже tayyori bor. Под потолок полный shkaflar qilingan. Aksessuarlar uchun ham ayollar, erkaklar hozir juda ham aksessuarlar ko'p bo'ladi. Mana удобный. Tak, endi 4 xonani ko'rdik. Endi biz oshxonaga o'tamiz. Eshiklar dizayni qaranglar, вообще chiroyli. Premium klassdan qilingan. Bu yoqda oshxonamiz. Eng katta холодильникdan bo'sh qo'yilgan. Buni firmasining o'zi. Polni, посудомоечный, hamma narsa bor. Full komplektatsiya uy. Shundoq kirib yashaydigan uy. Sizdan pul va kayfiyat, bizdan esa uy deydi. O'shaning uchun духовая pech, mikrovolnovka, hammasi blum sistema qo'yilgan. Bichishkalari ko'rayotganingizdek, hech qanaqa dadaq-duduq qilmaydi. Juda ham sifatli mebellar. Stolishnica ham idealniy. Bu yerda ham unaqa dekorativniy oyna. Ma'lumot uchun 9349 6400. Yoqqan bo'lsa, klass bosinglar, niyat qilganlarga hammaga unaqa fayzli uy nasib qilsa, ilohim. Bu qatorga ham menga ham. Xayr, salomat bo'ling.